Instagramdan klientimizga kelyapti mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsiz? Aka tovar olib qolar ekansiz qimmat narxda, lekin Instagramingizni ko'rdim aka, u g'alati narsalar nega? Kontent endi aka. Siz bu blogermisiz, kontent qilasiz? Bo'pti, ko'ringlar aka. Normalniy narxda olib qolsangiz ko'rsataman, brat. Bo'ldi, olib qolamiz, normalniy bo'lsa. Bitta ko'ring, brat. Tovar bitta ko'ring bo'ldi aka. Unaqa urib yormagan tovar, ozgincha joy bitlagan faqat, brat, ha? Bo'ldi, ko'ramiz. Ko'ring. Narx ayting ko'rib. Normalniy aka, bitta sezon kiyilgan. O, mantlar teshilib ketibdi-yu, buni chiqib ketibdi. Bu akani shim bilan bilmamni tortilganda ozgincha yirtilgan bo'lishi mumkin. Atak normalniy. Mantlaricha вообще teshilgan. Yo, bu o'sirganmiz deyman. Bunda qatdim. Yo, bunda aka. Teshilib ketibdi-yu. Bir marta o'sirganman bo'ldi. Bir marta. Bir marta yorib yuborgansiz-da, shunaqa. Ha, okey. Qancha dos buni aka? Teshigi bor ekan. Endi nima nech pul? Qimmat olib qolamiz endi bunaqa sostoyanidagi sinmasda. Nech pul aka, mana ayting. 100 beraman aka bunga. Yo'q, aka, 100 ga vash berilmaydi. Qancha dos buni aka? Qarasangiz teshilyapti-ku. 250 bering. Aka, bu realniy mana bir marta o'xshamayapti-da aka bu. Aka, realniy bir marta o'stirganman bo'ldi. 100 bo'lsa olib qolaman aka, menga. Urilmagan, bunaqa deganingizga kelinib o'tiribman aka. 100 mi bering? Rozi bo'lasizmi 100 ga? Mana paketi ham aka sizga Tommydan. Aka, paketi. Bir solingiz. Yana tekshirib olaman aka. Bemalol aka, kiyib chiqsa. Ovanetga o'tib kiyib ko'ring.